Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin was salatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "Va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sadaqallohul azim. Biz deydi Alloh taolo jinlarni va insonlarni menga, ya'ni bizga ibodat qilishligi uchun yaratdik deydi. Ya'ni jinlarni va insonlarning dunyoga kelishidan maqsad bu Alloh taolo uchun qullik qilishlik. Modomiki inson dunyoga kelib Robbisiga qullik qilmas ekan, Alloh taoloning ibodatida qoyim bo'lmas ekan, unga ajratilgan vazifa, unga berilgan vazifani bajarmagan hisobda bo'ladi. Buni nimaga o'xshatsa bo'ladi? Bir odam falon pul sarflab uy solsa-yu, u uyda yashamasa. Vorib burni sarflab uy solib qo'ydi, lekin yashamayapti. Bu odamda aqlli odam deb bo'lmaydi. Yoki falon pulga telefon oldi-yu, ishlatmasdan qo'yib qo'ydi. Bu odam ham aqlli deb bo'lmaydi. Yoki falon pulga mashina oldi, lekin bu olgan mashinasini minmay piyoda yuribdi qishda, yozda, issiq sovuqda. O'zini vazifasini bajarmagan buyumni uyimizda turgizishimiz kelmaydi, birodarlar. Shunday emasmi? Lampochkani ichidagi volframni uzilib qo'ygandan keyin olib chiqib irg'itishga shoshilamiz. Yana sindirishga ham ish qilib olamiz. Ichidagi ana shu simi uzilgandan keyin lampochka har qancha chiroyli bo'lmasin, har qancha katta bo'lmasin, u qadri yo'qoladi. Uni asosiy ish bajaradigan joyi uzilgandan keyin uni axlatga aylanganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Xuddi shunga o'xshagandek inson dunyoga kelsa-yu, Robbisini tanimagan bo'lsa, Robbisiga ibodat qilishlikdan bosh tortgan bo'lsa, bu kuygan lampochka u. Biz Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan rizq degan muammoni boshimizga kiyib, bizni yelkamizga qo'yib qo'ygan ibodat degan narsani muhmal tashab qo'yapmiz. Alloh azza va jalla aytdi: "Banda, sen men aytgan ibodatni qil, rizqing meni zimmamga, ibodat seni zimmangga" desa, biz rizqni o'zimiz zimmamizga olib yuribmizda, bizni zimmamizga yuklangan ibodatni Alloh o'ziga qaytarib kechirar deb qo'yapmiz. Rizq topishlik, pul topishlik, birodarlar, bu mana aytamiz, dunyoda ishi, dinda ishi deymiz. Bu musulmon odam uchun dunyoda ishi, dinda ishi deyilmaydi. Dunyoda ishi ham dinda ishi, dinda ishi ham dunyoda ishi. Ajratib bo'lmaydi. Diniy ishlar bilan yuribmiz deb qo'yadi ba'zi bir odamlar, haligi taksiga ozroq pul to'lash uchun yoki qassobdan go'sht hozir olish uchun bizgachi deb qo'yadi. Ya'ni o'zini nima deymiz? Dindorligini pesh qilgan bo'ladi. Birodarlar, musulmon odamda diniy, dunyoviy ish bo'lmaydi. Hammasi oxirat uchun bo'ladi. Chunki xotin bola chaqani qabul qildim degan paytimizda uni yemog'i, ichmog'i, yotog'i, kiymog'i bizni zimmamizga o'tdimi? Demak, ko'chaga chiqishlikdan maqsadimiz shu xotin bola chaqani boqishlik niyati bo'lar ekan, demak Allohga bergan so'zimiz ustida turibmiz biz. Biz ibodatga chiqib ketyapmiz. Lekin ming afsus bo'lsinki, ana shu ibodatni ila qilib, boshqa ibodatda surib qo'yganlarimiz ko'p bo'lyapti. Endi tirikchilik, bola chaqa. Mana o'tgan suhbatlarimizda aytib o'tgan bo'ldik. Agar banda Alloh taolo aytgandaqa yashaydigan bo'lsa, Alloh taolo kutmagan joydan, o'ylamagan, aqli bovar qilmaydigan joydan rizqini yetkazib qo'yishligi haqidagi bir qancha oyatlarni ko'rib chiqqan bo'ldik. Birodarlar, biz dunyo uchun yaralmaganmiz. Shuni yaxshilab tushunib olaylik. Dunyo biz uchun yaratilgan. Mana chiroyli qizga o'xshatdi ulamolar dunyo hayotini. Hamma ko'zini qisib so'radi. Menga qisib qo'yarmikin bir marta ko'zini, menga vafo qilarmikin deb. Vaholanki, ungacha yashab o'tgan hamma odam ko'zi qisganligini ham biladi bu. Bunga ko'zi qismasligini ham biladi u, lekin baribir umid qilaverar ekan. Lekin mana shu chiroyli bo'lgan qizni Alloh taolo qiyomatda kampir qilib tiriltiradi dunyo hayotini. Insonlar ko'rib jirkanadi, hazar qiladi. Nima bu desa, sizlar dunyoda yugurib quvalagan dunyo. Mana shu dunyo hayoti kampir suratda tiriladi va jannatiy bandalaridan eng past daraja olganiga meni mulk qilib ber deb yalinadi dunyo. Alloh azza va jalla, bandam seni ichingda turganda, dunyo hayotida bo'lganda seni ravo ko'rmaganman bandamga. Endi jannatga kirganda seni kirgizamanmi, ravo ko'ramanmi der ekan. Birodarlar, dunyodagi har qancha ne'mat katta bo'lmasin, har qancha bir boylik qo'limizga katta bo'lmasin, Rasululloh shunday barmog'ini dengizga solib chiqargan odam dengizdan qancha kamitadi dedi. Hech qancha kamitmaydi. Shundan dunyo akalar. Oxiratdagi ne'mat ana shu okean bo'ladi. Dunyodagi nam shunchalik chiroyli, dunyoda shu nami shunchalik bir insonga joziba bilan ko'rinadi. Oxiratdagi okeani qanaqa ekan buni? Biz uchun yaratilgan narsa
yaratuvchimizdan to'sib qo'ymasin. Bolangizga velosiped olib bersangiz, velosiped bilan olib siz bilan ish olmay qo'ysa, xafa bo'lasiz, tortib qo'yasiz velosipedni. Alloh dunyoda bizga beribdi-yu, meni ibodatimni qilyapti desa, bergan narsasi bilan olib esdan chiqarib qo'ysak, Allohning azobi qattiq bo'ladi. Mana rizqqa taalluqli darslarga gaplashayotgan bo'lyapmiz, tavakkulni gaplashdik, Bafurja. Taqvoga keldikda, bu darsimizni ikkiga bo'lishga to'g'ri kelib qoldi. Mana bugun taqvo haqida suhbatimizni davom etkazamiz. Mana aytdik, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qildi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Sadaqallohul azim. Kim Allohdan taqvo qilsa, Allohdan qo'rqib yashasa, unga mahrojni beradi. Har qanday mushkuladan, bu siyosiy mushkulami, iqtisodiy mushkulami, ijtimoiymi yoki salomatchilik mushkulasimi, taqvo qilsanglar har qanaqa problemadan chiqib ketadigan joyni ko'rsatadi. Shuylarmi? Davomi ham bor. Va hayoliga kelmagan, o'ylamagan, kutmagan joyda nima qiladi? Biz shu rizqni deb ibodatdan qolib ketyapmiz, birodarlar. Tushuninglar shu narsani. Ibodatni zo'r qil, rizqim meni zimmamga deyapti Alloh taolo. Va bu taqvo indallohi rizqo, rizqda deyapti Alloh taolo. Allohning oldidan istanglar. Masjiddan istanglar, Qur'ondan istanglar, ibodatdan istanglar. Sahobalar qanaqa bo'lgan? Sahobalar Allohning huzuridan istagan. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu mana ummati eng katta olimlaridan bo'lgan. Kambag'al odam bo'lgan. Rasulullohning bergan va'dasiga bo'lgan iymonini qarang. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu mana xalifa bo'lib turgan paytda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu kasal bo'ladi. Va o'lim to'shagiga yotib qolganda ziyorat qilgani keladi. Kelib, "Ey Abdulloh" dedi. "Ko'nglingiz nimalarga kusayapti" dedi. "Nimadan shikoyat qilyapsiz" dedi. Bizda kasal odam bor, nima deb shikoyat qilishini bilamiz, to'g'rimi? Dorimga pulim yo'q, yegan ovqatim mazasi yo'q, hokazo. Nimadan shikoyat qilasiz deb bir mushkulingizni yengil qilaylik desa, sizlarga meni hojatim yo'q degandek qilib, gunohlarimni ko'pligidan shikoyat qilaman dedi. Nima qilib bera oladi Usmon ibn Affon? Bir narsa egisi kelgandir deb, ko'nglingiz nimalarda kusayapti desa, Robbim rahmatini deydi. Nima qilib bera oladi Usmon ibn Affon? Ko'ring, nimalardan shikoyat qilyapti? Ey Abdulloh dedi, Baytul moldan olmay qo'yganingiz, bir necha yillardan beri to'planib qo'ygan oyligingiz, pulingiz to'planib qopti. Shuni olib kelib beraymi? Tirikchiligingizga, koringizga ishlatasizmi deb naq pulni taklif qilyapti birodarlar. Naq pulni. Ey Usmon dedi, dunyodan ketadigan odamga pul nima keragi bor dedi. Ha sizga kerak bo'lmasa, qizlaringiz bor mana, mayda qizlaringiz. Shularga kerak bo'ladi desa, qizlarimga faqirlik yetishdan xavotir qilyapsizmi? Men ularga bu dunyodan ko'ra yaxshi narsani qo'yib ketyapman. Birodarlar, kichkina pul bo'lgan emas. 3 yil, 4 yillik oylik, u ulug' sahobalardan bo'lgan. Naq pulini olib keltirib beraymi desa, yo'q, undan yaxshi narsa bor bizda deydi. Nima bor? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, har kuni qaysi xonadonda voqea surasi o'qilsa, hargiz shu xonadonda faqirlik bo'lmaydi degan. Qizlarimdan so'rangchi, hammasiga yodlatib qo'ydim deydi. Naq pulni olmasdan payg'ambarimizning nasiya va'dasiga qattiqroq ishongan ular. Bizda shu yerda farqimiz bor ular bilan. Biz naq pulimizga ishonamiz biz. Biz bilan ularning farqimiz shunda. Agar biz mana shu Alloh aytgandek, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgandek yashaylik-da. Ko'p ham jonimizni qiynamasak ham Alloh yetkazaveradi rizqimizni. Faqat ozgina harakat qilib qo'yishlik kerak. Demak, taqvo uchun beriladigan foydalarni mana bir chekkadan sari o'tishni boshlaymiz, Alloh bildirganicha. Taqvo degani Ali ibn Abi Talib aytdi, al-xawfu minal jalil. Taqvo nima? Allohdan qo'rqish, Qur'on bo'yicha yashash, oziga rozi bo'lishlik, ketadigan kunga tayyorgarlik ko'rishlik. Taqvo nima? Taqvo ehtiyotkorlik. 5-etajdan pastga qaraganmisizlar, tomaga chiqib turib? Bunday qarasa ham yo'q, zing'irab ketadi qo'rqqaningizdan. Shunda yana bir narsani ushab olasiz. Bunday qaraysiz. O'zi zapas bilan turibsiz, lekin mana ushab olasiz. Mana shu taqvo birodarlar. Qo'q yurilib ketsam nima qilib qolay? Ehtiyotkor. Yotib olib qaraganimiz bo'lgan. 90% yukimiz bu yoqda, kalla tortib ketmaydi, lekin o'shunda ham kallamizni chiqarib narsani ushab olganmiz. Mana shu taqvo birodarlar. Gunoh qilmaslik emas, tushib ketish emas. Tushib ketishlikka yaqin bo'lmaslik. O narigi ustunda oldiga borishligi mumkin, uni u yoqqa agar gunoh bo'ladigan bo'lsa, mana ustunda oldi to'xtab olishlik taqvo birodarlar. Qo'q o'dalanib ketsangiz ham narigi ustunga yetmasdan to'xtaysiz. Gunohga yaqin borishdan ehtiyot bo'lishlik, gunoh qilmaslik emas.
Taqvodor bandaga nima bor? Mana samaralaridan ma'iyatulloh. Birinchisi Alloh taolo taqvodor bandasi bilan birga bo'ladi. Innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun. Albatta Alloh taqvodorlar bilan birga. Agar Alloh siz bilan birga bo'lsa, sizda biror mushkula bo'ladimi? Agar Alloh taolo siz bilan birga bo'lsa, birovga muhtoj qiladimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma tadbirni qilib, Madina bu yoqda bo'lsa, bu yoqqa qarab chiqib ketdi. Abu Bakr Siddiq bilan. Ana shu Jabal Surga kirib berkindi. Mushriklar istab chiqdi. Payg'ambarimiz Abu Bakr izlarini ko'rdi, g'orga kirib ketganligini. Muhammad Abu Bakr bilan shu yerda ekan dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan ularni oyoqlarini ko'rib turishdi, g'orda chuqurda turib. Alloh ham saqladi. O'rgimcha insof qo'ydi, kaptar kelib yotib oldi. Nimaga unday bo'ldi? Nimaga Alloh ularni saqladi? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ular mushuklar ketgandan keyin qattiq yig'ladi. Rasululloh qarabda nimaga yig'layapsiz dedi? Ya Rasululloh, agar oyog'ini tagiga qaraganda ko'rishardi-ya bizni dedi. O'shagacha keldi. O bir pastdan 2,5 kilometr, 2,5 kilometr yaqin keladi agar chiqqanlar bo'lsa o'sha Jabal Surga. O'sha joyga chiqib turib, oyog'ini tagiga qaraganda erikishdi. Kim qildi bu ishni? 2,5 kilometr toqqa chiqishga erikmagan odamlar qaragani erikishdi. Kim qildi buni? Agar qaraganda islomga nuqta qo'yilgan bo'lmasmidi deb Abu Bakr qayg'u qilib yig'laganda, "Ya Abu Bakr, 3-she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deysiz?" dedi. 3-she'rigimiz Alloh bo'lsa deyapti. Bular qaraganda ham ko'rmasiz degani bu. Nimaga? Taqvodor edi. Taqvodor bo'lsa Alloh birga bo'ladi. Tushunalingmi birodarlar? She'rili ne yemas. Xo'p. Shu maqolga aka hamma bir rozimi? Shunaqa maqol bor-a? She'rili hanaqa yemaydi deymiz. Nimaga shunaqa bo'lib qolganmizda? She'riylar hech qachon baraka topgan emas bizda. Kamdan kam endi nodir u Alloh rahmat qilganlar. Ikkita odam she'ri bo'lsa abzatini ishini mo'radi, chatag'i chiqib ketadi. Sabab birodar. Endi hadisga qarang, oyatga qarang. Ikkita odam dedi Rasululloh. Alloh yo'lida she'ri bo'lib tijorat qilsa yoki bir ish qilsa, agar xiyonat qilmasa bir-biriga. Allohdan qo'rqsa, 3-she'rga Alloh bo'ladi deyapti. Ishni rivoji, barakoti bo'lib ketishligi kim zimmasiga? Bizning maqolimizga to'g'ri kelmayapti-yu. Maqolda olamizmi, hadisda olamizmi? Endi nimaga biz she'riylarda ish chiqmayapti? Chunki bir-biriga xiyonat qilmaydigan she'riylar hadam bilan o'tiribdi, kechgacha men turaman savdoda, uyda yotib kelyapti. Kel 100 so'mdan qo'yay. Shu bilan ketdi. Davomini qarang hadisda. Agar bir ikkisiga xiyonat qilishni boshlasa, bittasi nafsi ustun qo'ysa, Alloh chiqib ketadi 3-she'riga. Ana akalar, bizni xalqlarda 3-she'rigimiz nima bo'lyapti? Qarang, Alloh birga bo'lsa qancha bir yutuq bor. Musa alayhisalom 600 mingta yahudi bilan dengiz oldiga kelib qoldi. Firavun orqadan quvib keldi, bo'ldi yutkizdik. Endi bizni qirib tashashadi dedi. Kalla inna ma'i robbi sayahdin. Musa alayhisalom yo'q dedi. Robbim men bilan dedi. Men bilan birga dedi. Albatta nima qiladi? Yo'l ko'rsatadi dedi. Qutqardimi? 600 mingta qurolsiz yahudiyni birortasini kiprigini qimillatmasdan Firavunning kuchli qo'shinini cho'ktirib tashlamadimi yerga, suvga? Kim qildi? Alloh birga bo'lsa birodarlar, suvda cho'kmaymiz, o'tda kuymaymiz. Ibrohim alayhisalom kuymagandek. Faqat Alloh biz bilan birga bo'lishligi uchun taqvo bo'lish kerak bizda. Bu birinchi foydasi. Taqvodor bandaga nima bor? Muhabbatulloh. Innalloha yuhibbul muttaqin. Alloh taqvodor bandalarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rsa, birovga zor qilib qo'yadimi? Birovga tashlab qilib qo'yadimi? Yaxshi ko'rgan bolangizga sovuq shabadan ham ravo ko'rmaysiz-a? O'sha yaxshi ko'rganligi uchun ishlab yuribsiz eshitdik. Va o'zingiz topgan pulingiz yetadi, uyingiz bor, joyingiz bor, topib qo'ygan pulingiz o'lgunicha yetadi, lekin kim uchun ishlayapsiz? O'sha bola chaqa debdi, ota bolaga 10% mehr bera olsa, ona 15% berar ekan. Ko'proq mehr beradi. Endi Allohning bandasiga bo'lgan mehrichalik mehr bo'lishi mumkinmi? Agar Alloh sizni yaxshi ko'radigan bo'lsa, 10% yaxshi ko'rgan otangiz sizga qanaqa muruvvat qilyapti? Jonini bagardon qilib yuryapti siz uchun. Agar Alloh yaxshi ko'rsa, sizni tashab qo'yadimi yomon kunga? Bularga muhtoj qilib qo'yadimi? Kimni Alloh yaxshi ko'rar ekan?
taqvodor. Uchinchi foydasi, Alloh taolo taqvodorlarning do'sti. Vallohu valiyul muttaqin. Mana aytdik, bir yog'och usta do'stingiz bo'lsa, yoki bir mashina usta do'stingiz bo'ladigan bo'lsa, siz uchun o'sha mashina yoki yog'och ishi nima emas? Muammo emas. Mushkulingizni hal qilib beradigan yaqin oshnangiz bor, birodaringiz. Endi agar Alloh sizni do'stingiz bo'lsa, qana bo'ladi? Tasavvur qiling, duo qilsa shab beradi. So'rasa shab beradi. So'ramasdan turib berib qo'yadi. Siz qo'lingizni ochiryapsizmi mana? Bizga nima kerakligini bilamiz o'zimiz. Yilini, rangini, rasxotini aytib so'raymiz biz. Nazarimizda bilamizda bizga nima kerakligini. Birodarlar, Allohga tashab qo'yaraylik-da. Alloh o'zi biladi. Endi qanaqa kun bo'lishidan qat'iy nazar shu kunni beribdimi? Demak, shu kun sizga nima? Yaxshi. Agar siz Allohning do'sti bo'ladigan bo'lsangiz. 3 ta narsani aytdik. Alloh siz bilan birga bo'ladi, taqvodor bo'lsangiz. Alloh sizni yaxshi ko'radi, Alloh sizni do'stingiz bo'ladi. Bu 3tasi. Bir ozgina shu derazalarni ochib yorsak, havo kelardi birodar. Ochib yuringlar-da. Mo o'rtaga havo yetmay qolyapti. Bu uxlab eshitadigan dars emas akalar. Chunki kunduzi bilan pulda yuribsizlar bozor guzarda. O'sha zalatniyni gapirdimmi sizlarga? Nasoslab keldilar o'sha balonni. O'sha zalatniyni gapiryapman hozir bu yerda. Agar shu darsga ham uyqusirasak bilmadim endi. 4-inchisi taysirul umur. Havo keladi, qimillab qoldigan, subhanalloh. Va man yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh uni ishlarini yengil qiladi. Ishlar o'ngidan kelsin deymiz-ku. Ishlar o'ngidan kelsin deymiz. O'ngidan keltiradigan kim? Qarang, bitta usta bir xil motor, Jiguli motori 20 yildan beri motor qiladi. Har safar tekis chiqadi, mas safar chiqmadi-da. O'sha zapchas, o'sha qo'l, o'sha rasxot, o'sha pul kerak bo'lsa. Lekin mas safar qiyin bo'lyapti. Mas safar qiynalib ketdim. Burun kim oson qilyapti? Agar ishda tekis bo'lishi faqat o'ziga bog'liq bo'lganda, uni qiyinchilik bo'lish kerak emas. Chunki hamma joyida. Lekin ishda qiyin qiladigan ham, og'ir qiladigan ham kim? Allohmi? Birodarlar, Badrda musulmonlar 314 ta edi. Allohdan taqvo qilishuvdi. Ishini oson ko'chirdimi Alloh? Qana bo'ldi? Necha mingta farishta tushirdi? Farishtalar tushirdi, mushriklar, musulmonlardan bittasi haligi g'azob tugagandan keyin ikkita yoshroq yigit sahobalardan maqtanishib turar ekan bir-biriga. Mana shu qilish ko'tar, mana shu chopaman deganimda kallasi uchib ketdi deydi. Qo'rqqanidan deydi. Deganda payg'ambarimiz eshitib aytadiki, "Yo'q" deydi. Uni demanglar deydi. U deydi farishta edi deydi. Agar o'zingizlarni o'ldirgan kofir maqtullar bilan farishtalar o'ldirganlarda bilmoqchi bo'lsalar, bo'yniga qaranglar dedi. Farishtalar urgan qilich kuydirib kesgan bo'ladi. Ishini kim yengil qildi? Birodarlar, xamirdan qils urganda yo'q qoladi. Agar taqvodor bo'lsak. Lekin nima qilaylik? Mana shu narsalardan bexabar yashadik, bexabar ulg'aydik, o'zimizni qiynab yuruvdik. Darslarimizni boshlatganmiz. Beg'am yashash mumkinmi inson degan savol bilan boshlaganmiz. Rasa mumkin birodarlar. Chunki siz taqvo qilavering-da. Do'stingiz ham Alloh, birga ham Alloh, yaxshi ko'rayotgan ham Alloh, ishingizni yengil qiladigan ham kim? Alloh. Borib rasul o'chirtursam kerak deb boradi, borsangiz kakra siz borgan mahalda shu peresmen bo'lib qolgan bo'ladi, ishingiz oson tutib ketib qoladi. Kim qiladi buni? Ungacha 10 ta odamga telefon qilganmiz. Men boraman, aytib qo'ying, chiqib tursin boshqa. 5-inchisi va takfiruz zunub. Mana hammamiz gunohkormiz, shunday emasmi? Hammamiz umid qilamiz gunohimizni Alloh kechirishligini. Lekin Alloh taolo gunohni ham faqat taqvodor bandasi uchun kechirar ekan. Bilib qo'yinglar, gunoh qilgan bandasini kechirar ekan gunoh qachon? O'sha gunohkorlikdan ehtiyot bo'lgan paytda, taqvo qilganda. Va man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi va yu'zim lahu ajra. Kim taqvo qilsa, deyapti Alloh taolo. Uni xatolarini biz kechiramiz va ajrini nima qilamiz? Buyuk qilib beramiz. Alloh kechirar xolasa deb turib tashab qo'yishlik bo'lmaydi. Albatta taqvodor bo'lishlik kerak. Hozir 13 ta o'rgangancha o'qiymiz. Eshitib tursangiz, iloji yo'q ekan taqvodor bo'lmaslikda. Ras shu dunyoda o'zida ham yaxshi yashamoqchimisiz? Bo'pti, oxirat qo'yib turaylik. Oxirat o'sha yerda bo'ladi, nariyada. Shu dunyoda o'zida yaxshi yashamoqchi bo'lgan odam taqvodor bo'lmay iloji yo'q ekan. 6-inchisi vassalamatu minal xawfi val hazan. Taqvodor bandani Alloh taolo g'am qayg'udan
qo'rquvdan salomat saqlaydi. Faman ittaqa va aslaha fala xawfun alayhim va la hum yahzanun. Kim Allohdan taqvo qilib qo'rqsa va isloh qilsa hayotini, unga hech qanday xavf va xatar yo'q va hargiz ular xafa bo'lmaydi. Shu xavf va xatar dunyoda bo'lmaydi deydi ulamolar. Va la hum yahzanun, ular xafa bo'lmaydi, qiyomat kunida bo'ladi deydi. Dunyoda xotirjam yashaydi. Qimmatchilikdan qo'rqmaydi birodar. Kasal yetib qolishdan qo'rqmaydi akalar. Yomg'ir yog'sa xavotir olmaydi. Xotirjamlik birodarlar, beg'amlik. Hadislarda keladi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, kim hamma g'amini deydi, bitta g'amga almashtirib olsa deydi. Dunyoda 100 ta g'ami bor. Hamma g'amni yig'ishtirib, Allohni rozi qilishlik g'amini bitta g'amni boshiga kirgizib olsa, mana g'amini hammasini Alloh taolo zimmasiga olishga va'da beryapti deydi. Lekin imini mana shu bitta g'amni olib tashlaymizda, 100 ta g'amni hal qilamiz deb yuribmiz. Boshimizga tortsak, oyog'imizga yetmayapti. Yo yetyaptimi? Yetadimi o'zi? Yetmasligini bilamiz a? Nimaga yana boshimizga kelib yuribmiz bu g'amda? Bo'lmasligini bilamiz yana. Taqvo qilsa, isloh qilsa, bu bandaga hech qanday xavf va xatar yo'q va hargiz ular nima bo'lmaydi? Mahzun bo'lmaydi. Bu yerda 13 tani qolgani qisqaroq aytamiz ekan, birodarlar. Bu vaqt beriladigan 7-foydasi bu solih amallarini qabul qiladi. Hamma sadaqa qiladi. Hamma namoz o'qiydi. Hamma hajga borib roza tutadi birodarlar. Diqqat qilinglar. Shularning ichidan Alloh faqat taqvodorligini qabul qilar ekan. Hammanikini emas. Biz umid qilamiz Allohdan qabul qilish, lekin Alloh aytib qo'yapti. Taqvodor bo'lsangiz qabul qilaman buni deyapti. Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Qobil bilan Hobil Odam alayhisolamning farzandlari ihson qilishdi, sadaqa qilishdi. Qobil ham sadaqa qildi. Hobil ham sadaqa qildi. Ikkalasi qildi, lekin kimnikini qabul qildi? Allohdan qo'rqib, ana shu qo'zilarning eng chiroyligini olib borib qurbonlikka qo'ygan Hobilnikini qabul qildi. Qobil ham sadaqa qiluvdi, faqat Allohdan qo'rqib yaxshi ekintikini emas, sasib ketgan, irib ketganini qo'yuvdi. Men seni o'ldiraman deganini xuddi shu oyatda aytadi. Men senga qo'lini cho'zmayman, meni o'ldiradigan bo'lsang. Alloh taqvodorlardan qabul qiladi. Men nima qilay deyapti? Men nima qilay seni sadaqangni qabul qilmagan bo'lsa Alloh? Chunki sen taqvo qilmasdan beruvding buni. O'lganingiz kunidan pul soluvdingiz etekka. Chunki hamma pul solyapti. Solmay unaqa pulni. Allohdan qo'rqib bersangiz bering, agar odamlardan uyalib bersangiz bermay qo'ying. Ham pul berasiz, ham gunohkor bo'lasiz. Osmondan Alloh taolo mana 8-foydasi barakat yog'diradi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatun minas samai wal ard. Agar qishloq ahli dedi yoki shahar ahli iymon keltirib taqvo qilganda osmondan ham yerdan ham barakani yog'dirardim men deyapti. Alloh ikkita narsani talab qilyapti bizdan birodarlar. Iymon keltiringlar va taqvo qilinglar deyapti. Albatta nima keladi sizlarga? Iymon keltirdik-a? Alhamdulillah, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh iymon keltirdik. Endi nima qopti? Plus bor-da, plus hali ikkita sim bormi? Bittasi bor, ikkinchisi bo'lmayapti. Bittasi bo'lgani bir pul ekan. Taqvo qilishimiz qopti. Taqvo qilaylik. Alloh taolo bizga ana shu xotirjamlikni bersin, barakatli. 9-foydasi. Va rabbuka aydul aada. Menda yosh bolalar ham akaxon hijoat qilmang, do'st dushmanni oldida deb qo'yadi. Yana shu tirranchani ham nimasi bor? Do'st dushmani bor. Birodarlar, hammani do'st dushmani bo'ladi. Alloh taolo aytayapti. Taqvodor bandani dushmanlarni makr hiylalarini nari qilib turadi. Baxshi bilan qo'rqitadi biro mansabi bilan qo'rqitadi, biro puli bilan qo'rqitadi sizni. Sizga mana shunday bir tajovuz qilib qo'rqitilgan paytda taqvodor bo'lsangiz Alloh aytayapti. In tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Agar sizlar yetgan ozgina mashaqqatga sabr qilib turib, shu sabr qilishingiz ichida baxshiga bora olmasanglar deyapti. Falonchiga bordi, ishlari tushib ketdi, o'tmayotgan tovar o'tib ketibdi, bitta damso bergan ekan, mashinasi degan ekan desa, nima qilasiz? Sabr qilyapsiz mashinani sotolmayotganingizga yoki bir tijoratingiz yurmayotganiga. Yana ozgina sabr qilib taqvo qilsangiz beradi, lekin nima qilasiz? Yugurib borib baxshiga borasiz. Sizlarga og'irlik kun yetadigan bo'lsa, sabr qilib turib taqvo qilsanglar, sizlarga qilinayotgan yomonlikni ziyoni tegmaydi deyapti. Sovuqni kesadi deb turib, baxshi bilan kesilmaydi birodarlar. Tushunalingmi? Sabr qilinadi, taqvo qilinsa, sizga birov yomonlik qilsa ham, ularning yomonligini Alloh va'da qilyapti yetmasligini.
10-foydasi ilm beradi. Va husulul ilm vattaqulloh va yuallimukumulloh. Mana yaqinda haligi televizorda bir ikkita boshi bir-biriga qo'shilib tug'ilib qolgan ikkita qizni operatsiya qilishdi. Eronlikmi? 20-22 kirguncha katta bo'lgan, o'qishgan, boshi yopishib tug'ilgan opa-singillar. Operatsiya qilishdi, ajratisha olmadi. Hali yo'q ekan. Ana shu Siamskiy bliznes deb qo'yadi, egizaklar. Bir joy yopishib tug'ilgan bo'ladi, hali bo'lgan emas ekan. Meditsina shuncha rivojlaniga qaramasdan kesisha olmagan ekan. Mana shu ikkala opa-singilni ham ajratisha olmadi, o'ldi. Endi qarab turlar birodarlar. Imom Azam rahmatullohi alayh ajratgan ekan. Qancha o'ladi o'sha kishi yashab o'tganiga. Imom Azam medik bo'lganmi? Imom Azam xirurg bo'lganmi? Skalpeli bo'lganmi? Operatsion stoli bo'lgan, nimasi bo'lgan? Taqvosi bo'lgan. Imom Azam davrida mana eshitgansizlar. Jizi tug'ildi. Bir-biriga yopishib tug'ildi. Bittasi o'lik, bittasi tirik. Nima qilish kerak? Hozir ajrata olmayapti ularni. U paytda erta qachon ajrata olmaydi? Nima qilamiz deb kelishdi. Mana qaranglar akalar. Kim o'rgatdi? O'ligini dedi. Ko'tarib yursa, sasib urib ketadi. Ko'mvoringlar desa tirigi bor. Alloh taolo shuni bir ilhomda berdiki, o'ligini yerga ko'minglar, tirigi yerda betida qolsin dedi. Yer 3 kun o'tdi, 2 kun o'tdi ajratib oldi. Hozirgi doktorlar tish o'ysin buni oldida. 2 og'iz so'zi bilan ajratib qo'ydi. Falon million dollarlik apparaturasi bilan ajrata olmayotganda 2 og'iz so'zi bilan ajratib qo'ydi. Chunki bu 2 og'iz so'zni gapirgan kishi taqvodor, muttaqinlardan edi. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Sizlar deyapti Alloh taolo, taqvo qilinglar deyapti. Men hamma yo'lda o'zim o'rgataman deyapti. Yashashda ham o'rgatadi, dam olishda ham o'rgatadi, pul topishda ham o'rgatadi birodarlar. Shuni gaplashyapmiz sizlar bilan, rizqni gaplashyapmiz. Ko'p bo'lsa ham, oz bo'lsa ham xotirjam yashashni o'rgatadi Alloh. Bandasini yaxshi ko'radi Parvardigor. Qiylanishini xohlamaydi. Pulini ozligi tufayli bandasini qiylanishini xohlamaydi. O'sha puli oz bo'lsa ham qana yashash mumkinligini o'rgatyapti. Sizlar faqat qo'rqinglar mendan deyapti. Va jahannamdan Alloh najotga beradi, najotga chiqaradi. Va minkum illa wariduha kana ala robbika hatman maqdiya. Hammalar jahannamdan o'tasizlar dedi Alloh taolo. Mana shu variduhani ba'zi mufassirlar jahannamga kirishlik deylar ekan, ba'zilari Sirot ko'prigidan o'tishligida tafsir qilishgan ekan. Summa nunajjil ladina taqaw va nazaru zolimina fiha jithiya. Mana shunday mushkulaga o'tgandan keyin Alloh taolo taqvodorlarni nima qilamiz deyapti? Chiqarib olamiz deyapti. Yana taqvodorga Alloh taolo bir madad qo'lini cho'zyapti. Va beriladigan foyda 12-si jannatni beradi. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa va anaba. Albatta taqvodorlar uchun mafaz degani yutish degani. Yengadi shular deydi. Ular uchun bog'lar, mevazorlar, uzumzorlar bor, hur ayinlar bor. Kim uchun? 13-chi beriladigan oqibati bu val aqibatu lil muttaqin. Oqibat taqvodorlarniki bo'ladi. Oxirgi gap shu birodarlar. Qarang, dunyoda pul topishdan boshlab, dushmanlarni nari qilishdan boshlab, ilm, xotirjamlik, ishlarni yengil bo'lishligi, gunohlarni kechirishligi, Allohning muhabbati, ma'iyati, do'stligi nimaga bog'liq bo'lyapti? Demak, taqvodor bo'lmay ilojimiz, taqvodor bo'lsak, birodarlar, xotirjam hayot inay bo'ladi. Tushunarlimi? Inshaalloh keyingi suhbatimizda siylar rahim haqida gaplashamiz. Mana shu topayotgan pulimizga, topayotgan tijorat kasb-korimizga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor bo'lgan mavzulardan yana bittasi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.